Kunlardan bir kun shayton Musoning oldilariga kelib, ularning qalblariga gumon urugini sochmoqchi bo'libdi. Shayton Musoning oldilaridan, orqalaridan, tepalardan kelib yoldan urmoqchi bo'libdi. Lekin qolidan kelmabdi. Shunda u oyoqlari tagidan kelib, o'zi xohlagandek gumon sola olibdi va shunday debdi: "Nega sen Alloh bilan faqat gaplashasan, nega u senga o'zini ko'rsatmaydi?" Shunda Muso Allohdan o'z jamolini unga ko'rsatishini so'rabdilar. Alloh unga rozi bo'libdi. Lekin ularga to'g'ridan to'g'ri o'z jamolini ko'rsatmasligini, bunga ular bardosh qilolmasliklarini aytibdi. Alloh Musoga qarshisidagi toqqa qarashni buyuribdi va o'zini shu go'rga ko'rsatishini aytibdi. Shundan so'ng Musoga momaqaldiroqning xuddi bir to'da arslonlarning irillagan ovoziga o'xshash juda baland hayqiriq ovozi eshitilibdi. Bu ovoz juda katta haybatli farishtalar ovozi edi. Ular Muso juda katta talab so'rayotganlarini bildirishayotgan edi. O'ng tarafdagilar Musoning ko'zlariga farishta arslonlar bo'lib ko'ringan edi. Muso juda qo'rqib ketdilar. Shu onda yana boshqa momaqaldiroqning hayqiriq ovozi eshitildi. Bu ovoz chap tarafda turgan million sigirlar ovozi edi. Ular yana bir bor hayqiriq ovozini eshitdilar. Endigi safardagi ovoz Muso tepasida uchib yurgan juda katta va ko'p burgutlar ovozi edi. Ular ham: "Ey Muso, sen juda katta talab qo'yib yubording", deyishardi. Muso to'qning ustida o'tirar edilar. O'ng taraflarda arslonlar hayqirar, chap taraflarda sigirlar mo'rashar, tepalarda burgutlar baqirar, taglarda esa juda bahaybat farishta turardi. Ular to'rt tarafdan o'rab olingan edilar. Shu payt, "Qara Muso, toqqa qara" degan ovoz eshitildi. Alloh o'zining ushoqchalik kattalikdagi nuridan shu toqqa tushirdi. Shu zahotiyoq toq 7 qismga bo'linib, har tarafga sochilib ketdi. Bu 7 qismlar Makka va Madina orasidagi 7 ta toqqa aylanib qoldi. Bular: Nur to'gi, Tavr to'gi, Uhud to'gi, Tabr to'gi, Varkan to'gi, Radva to'gi. Bu to'g yer bilan osmon orasida qoldi. Chaqmoqning kuchidan Muso xushlarini yo'qotib yiqildilar. Shu onda Jabroil ularni o'z qanotlari bilan quchib oldilar va Muso o'zlariga keldilar. Muso ko'zlarini ochdilar va shu ondayoq Allohga istig'for aytdilar. Alloh ularni kechirdi. Muso ancha o'zlariga kelib olgandan keyin atrofga qarab oldilar va to'g'ni, yana Alloh o'z nurini ko'rsatgan to'g'ni g'oyib bo'lganini ko'rdilar. Lekin Muso yuzlari shunday nurli bo'lib qolgan ediki, bu nurni toshga qaraganlarda shu toshga tushayotgan nurdan ko'ra bila oldilar. Yuzlari shu darajada yorug' va nurli bo'lib qolgan ediki, agar oddiy odamlar ularni yuzlariga qarasa ularning ko'zi kor bo'lib qolishligi mumkin edi. Shunda Muso: "Yo Robbim, agar menga Isroil xalqi qaray olishmasa, men ularga qanday payg'ambarlik qila olaman, ularni qanday o'qitaman?" deb aytdilar. Alloh dedi: "Ey Muso, sen bir olimning yoki biror kambag'al odamning kiyimidan bir parchasini kesib olib, shu bilan yuzingni bekitib ol." Shundan so'ng Muso uylariga xotinlarni oldiga qaytdilar. Xotinlari Muso yuzlarini endi ko'ra olmasligini eshitib xafa bo'ldi va ularni ko'rmoqlik uchun ijozat so'radi. Ular esa: "Menga qarasang ko'r bo'lib qolasan", deb ayollarni ogohlantirdilar. Shunda ayollari rozi bo'ldilar va Musoga qaragan edilar. Shu onda ko'zlari ko'r bo'lib qoldi. Muso Allohga iltijo qilib, ayollarni ko'z nurini qaytardilar. Ayollariga baribir edi. Ular Musoga yana qaradilar va yana ko'r bo'lib qoldilar. Bu narsa 7 marta qaytarildi. Ular Muso qarab ko'r bo'lib qolar, Muso esa Allohdan duo qilib ularni ko'z nurlarini qaytarishni so'rar va ular yana ko'rishni boshlardilar va oxirida 7-marta qaraganlarda boshqa ko'r bo'lib qolmadilar va bemalol Musoning yuzlariga qaray oladigan bo'ldilar. Alloh aytdi: "Ey Muso, xotining sendan kuchli ekan, 7 marta sening yuzingdagi nurni ko'rishni qayta so'rayverdi. Sen esa bir martagina so'rading va darhol kechirim so'rading." Shundan so'ng bir necha yillar davomida Muso yuzlariga mato tutib, o'z xalqlari bilan gaplashganlarda va ko'rishganlarda yuzlarini bekitib yurdilar. Nihoyat Isroil xalqi Muso yuzidagi Allohning nurini ko'rishni istashdi. Shunda Muso xalqining orasidan 70 ta eng kuchli va pok insonlarni tanlab Sinaya shahriga olib keldilar. Muso yuzlarini bu odamlarga ko'rsatgan edilar, ular to'g'da jon taslim qilishdi. Muso Allohdan endi nima qilishlarini, 70 ta taniqli va obro'li odamlarning olimini Isroil xalqi qabul qila olmasligini aytadilar. Alloh 70 ta odamni qayta tiriltiradi va ularni to'g'dan pastga tushirib qo'yadi. Muso ularni Tavrotga o'qita boshlaydilar. Ularga bir kunda 50 mahal namoz o'qishlari farz qilingan edi va namozni masjidda o'qishlari kerak edi.
oz daromadlaridan chorak qismini zakot qilishlari va bir yilda 6 oy roza tutmoqliklari kerak edi. Tahoratda hamma a'zolarni 7 martadan yuvishlari lozim edi. Kiyimlariga tekkan har qanday kirni yuvolmas, kir bo'lgan joyini faqatgina kesib olib tashlashlari mumkin edi. Isroil xalqi bu farzlarni qilish ular uchun juda qiyin va juda og'ir deb aytishdi. Shu darajada og'irki, hatto sajda qilolmay qolishayotganini aytishdi. Ular namozni sajda qilmay, to'g'ri turgan holda o'qishar edi. Keyinchalik yarim sajda qilgan holda o'qishardi, ya'ni chap taraflarini egib, pastga qilib, o'ng taraflarini esa yuqoriga qilib, buning sababi esa, ular Sinay shahri yana ularning ustiga tushib ketishidan qo'rqishar edi. Shu sabab, shahar yana bizning ustimizga tushib ketmayaptimi? deb qarab namoz o'qishardi. Shu sababli ham payg'ambarimiz Meroj kechasi osmonga ko'tarilganlarida, Muso payg'ambarimizga Allohdan 50 mahal namozni kamaytirishini iltijo qilib so'rashlarini aytadi. Muso payg'ambarimizga to 5 mahal namoz farz bo'lmagunicha, qaytib namozni kamaytirishini Allohdan so'rashlarini aytadi.